Do'stlar, hammaga salom. Yaxshi yangilik. Leapmotor S16 avtomobillari bugundan boshlab yana rastamboshga qilish, sertifikatsiya qilish, O'zbekistonga olib kirish boshlandi, ruxsat berdi. Agar eslaringizda bo'lsa, sal avval 1-aprel kuni O'zbekistonga olib kirishni taqiqlab qo'ygandi, rastamboshga qilishni ham taqiqlab qo'ygandi. Chunki elektromagnit to'lqinlanishi normalariga to'g'ri kelmagani uchun. Lekin ajiotajlar bo'ldi. Har xil Telegram kanallarda, yangiliklik kanallarda, televizorda ham o'sha avtomobil haqida ko'rsatdi. Hamma o'sha avtomobilni monopoliya qurboni deb ko'rsatdi. Endi esa chiroyligina monopoliyani yengib chiqqan qahramon bo'lib Leapmotor S16 avtomobillari yana qaytadan reklama bo'lyapti. Hozir hamma Telegram kanallarda menda bitta qiziq shubha bor. Xitoyliklarning o'zi xuddi ataylab qilgandek bo'lyapti bu narsani, o'zini avtomobillarini reklama qilish uchun. Bunda bitta zo'r savol sizlarga. Shunda xitoyliklar bitta qo'yon bilan ikkita o'qni urdimi? Ham reklama qilyapti, ham monopoliya qurboni deb o'zini ko'rsatyapti. Ham oxirida o'zini qahramondek ko'rsatib, yana sotuvlari ham ko'payib ketdi. Shu paytgacha bu avtomobilni hech kim bilmasdi.